Ustoz kim? U hayotimizni o'zgartiruvchi va yangi maqsadlarga ilhom bag'ishlaydigan muhim insondir. U nafaqat bizga bilim beradi, balki hayot qiyinchiliklarini qanday yengish kerakligini ham o'rgatadi. Uning har bir darsi alohida hikoya. Ustozlarning hikoyalari, o'gitlari orqali biz hayot yo'llarimizning past va balandliklaridan chiroyli o'tamiz. Umrimiz davomida ustozlarning hikoyalari, o'gitlari, maslahatlaridan foydalanamiz. Sahroda insonlar yo'lchi yulduz sababli o'z yo'llarini topishadi. Hayotdagi yo'lchi yulduzlarimiz biz uchun bu ustoz murabbiylardir. Ular sabab o'z yo'limizni, o'z maqsadimizni, orzularimiz ro'yobini, hayotimiz mazmunini topamiz. Aziz ustozlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hayotimizda borligingiz uchun rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Barcha ustoz va murabbiylarni Xalq bayrami 1 oktyabr bilan qizg'in tabriklaymiz.